Assalomu alaykum azizlar. Kapsulamiz Xudo xohlasa bitdi. Bir qaranglar. Juda go'zal. 6 dona kapsulamiz sanatoriyaga. Ichki obzorlarni bir ko'ramiz. Qaranglar. Kravat, o'tiradigan divanlari, konditsioner, to'pli pol, hattoki xolodilnikgacha qo'yib berdik. Shkaflari, shifonyerlari juda bir qulay holatda. To'pli pollarigacha. Bu tarafimiz sanuzil. Sanuzilimiz ham juda ham chiroyli chiqdi, Xudo xohlasa. Vытяжкалarigacha, restoranlargacha hamma под ключ qilib berilgan. Qalay chiqdi azizlar? Buni alohida tema balkoni bor. Toqqa qo'yib qo'ysangiz, balkonga chiqib olib, bir piyola choy yoki bo'lmasa chashkada kofeni ichib olib, manzaraga qarab, boshqacha bo'ladi-da.